Axborot olish, qayta ishlash va tarqatishning huquqiy asoslari, viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ushbu mavzu doirasida o'quv seminari bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Seminarda so'zga chiqqan soha mutaxassislari boshqarma xodimlarini ogohlikka chaqirish dolzarb ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladilar. Viloyat axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi mas'ullari axborot erkinligini ta'minlashda fuqarolarga davlat organlari, jamoat tashkilotlari va boshqa subyektlardan axborot olish imkoniyatini yanada oshirishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlarga to'xtaldilar. Shuningdek, boshqarma xodimlarini axborotni qayta ishlash va tarqatish jarayonida noto'g'ri yoki yolg'on ma'lumotlarning tarqalishini oldini olishga doir masalalar ham muhokama etildi. Tadbir davomida viloyat prokuraturasi xodimlari axborot olish huquqi va uning chegarasiga to'xtalib, bu huquqning ba'zi hollarda cheklanishi, masalan, davlat xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlar va tergov sirlari himoya qilinishi haqida so'z yuritdi. Shuningdek, viloyat adliya boshqarmasi sho'ba boshlig'i tomonidan korrupsiya tushunchasi, uning turlari, huquqiy oqibatlari va javobgarlik masalalari bo'yicha tahliliy ma'ruza tinglandi. Xorazm viloyati korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashining 2025-yilga mo'ljallangan ish rejasi ijrosi doirasida amalga oshirilayotgan tadbirlar yuzasidan ma'lumot berildi. Davlat rahbarining tashabbusi bilan korrupsiyaga qarshi kurashish bu O'zbekistonda eng asosiy ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, hukumatimiz tomonidan qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlarda ham birinchi navbatda korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari birinchi navbatda amalga oshirilayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bu seminarining asosiy maqsadi, ya'ni korrupsiyani oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasida, ya'ni korrupsiyani oldini olish borasidagi amalga oshirilayotgan jarayonlarni tizimlashtirish, korrupsiyaga qarshi kurashishda har bir xodimda immunitetni hosil qilishda asosiy maqsad qilib olingan. O'quv seminari fikr almashish maydoni bo'ldi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mas'ullardan javob olishdi. Tezkor, qulay, shaffof tarzda axborot olish, uni qayta ishlash, tarqatish bilan bog'liq jihatlar bo'yicha zarur tushunchaga ega bo'lib, bandlik masalasida soxtalikka yo'l qo'ymaslik borasida ko'nikma hosil qildilar.